电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第7季我军丝绸之路之声的第2环节对决。我是主持人玉米TV2。Salam, ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundoqla qimmatli tomoshabinlar. Tövende huzurunlarda bulup atqani Ürümçi radyo televiziya stansiyasi bilan Şinjan Tilak mablag' selish boshqarish chekli şirkati birlikda uyushtirgan. Şinjan Wojon Sodi chekli şirkati tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qarar Wojon Ipak yo'li sadosi programmasining 2-chi bosqichi beyga. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xo'sh ko'rmanlar, unda qolsa yana o'xshashlar oldi bilan ustozlar bilan tanishib chiqaylik. 2-chi qarar Ipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi, moda iqlim naqshchisi, shundaqla ustozlik o'rindig'idagi birdan-bir xushbiroqli atirgulimiz Odila Sidiq ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Şinjan san'at yurti muqam ansamblining atoqli naqshchisi, tonilgan aktyor Polat Tursun efendim qarshi olamiz. Xush keldingiz. Şinjan san'at yurti muqam ansamblining talantli yosh naqshchisi, 2-chi qarar Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni, 6-chi qarar Ipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Komil Jilil ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. 1-chi qarar Ipak yo'li sadosi programmasi rivoyat gruppasining chempioni, shundaqla xush ovoz kuychimiz Zohirshoh Abdumit ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Yosh ijodiyatchi, Xushnava kuychi, shundaqla nurg'ulg'an ijodiyatlari bilan nurg'ulg'an naqshchilarimizning naqshlarini, asarlarini betib kelayotgan yosh talantli naqshchimiz, ijodiyatchimiz G'o'jimat Qurbon efendim, xush keldingiz. Qarshi olamiz. Şinjan Wojon Sodi chekli şirkati programmamizning tajdorligini oldi. Şinjan Miros şirkati programmamizni alohida talab qildi. Şinjan Kamal Sodi chekli şirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Şinjan Başparmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyat chekli şirkati programmamizga alohida yordam berdi. Şinjan Ramlidor xalqaro sodi chekli şirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Aziz ko'rmanlar, men hozir turayotgan joy bo'lsa 7-chi qarar Wojon Ipak yo'li sadosi programmasining 2-chi bosqichi beygi maydoni. Unda bo'lsa, bu sonimizda beygi tushadigan guruh bo'lsa, Polat Tursun ustozning Wojon guruhi. Polat ustoz, oldi bilan Wojon guruhining arzu yetakchisini bir tanıştırıp ötemsiz. Bu adam tanıştırış için kopudağın gep. Bu akam Dilmurat Tursun, bizning Şinjan muqam ansamblining hem de azdan kem uçuraydigan bir kompozitor hem de kesbi kompozitor. Bizning şu programımızı qo'llash, bizni qo'llash nimasi bilan hozir aldirash vaqtda vaqtning ichida vaqt chiqarib keldi. Rahmat ustam. Dilmurat ustoz, ko'p rahmat. Qanday tomoshabinlarimizga chalqinlar yog'dirib o'tganlar, ko'p rahmat. Rayonimiz korxona sohasida oldingi qatorda turadigan Şinjan Wojon Sodi chekli şirkati Wojon g'o'r tamlik gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. O bek yaram tursango tamak Çıkıyaptı ben tamakta. mana emasmi doğrusu. Wojonninki ma o g'o'r tamlik gazliq suvi. Wojon'da. Ura mayli qashu. Wojo masune. Tempe içken kopudan. Mayli kebap ya. Mayli xogo ya. Mayli mayli qiza ya. Wojon g'o'r tamlik gazliq suvi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz Wojonni deb qolasiz. Wojon g'o'r tamlik gazliq suvi. Birinci naqshimizga Olimjon bilan İlyas. Ko'pchilik yaxshimisizlar, men 7-chi qarar Wojon Ipak yo'li sadosi Polat Tursun ustoz guruhidan İlyas Yammamtun bo'laman. Polat Tursun ustoz guruhisidagi Olim Ablat bo'laman. Birinchi aylan musobaqadan keyin mening naqsham taqdirlangandan keyin ota-onamninki, atrofdagi barcha do'stlarimning nihoyat qizg'in alqishiga va yaxshi maqtashlarga erishdim. Keyingi aylanmadagi mening PK'da ishonam İlyas. Bizga bo'lib bergan naqshi bo'lsa Polat Tursun ustozninki ayni yillarda aytgan
Aşk hikayesi temizlik nakşısı. Asasen bildik az neydi girip neydi çıkılgan kandak. Elbek gerek bir şu müsabakaçı. Azraqlam kam. Lekin çata yok. Pek çıraylık icra qıvatsızlar. Texmo jayo. Bu nakşini biz məşq qilish jarayonida boshda ba'zi puroq jihatlarda sal qiynaldik. Andan keyin Po'lat ustoz tafsili yetaklash orqali bizga naqshininki puroqlarni qanday elish, andan keyin nafasni qanday kontrol qilish jihatlarini aytdi. Ulgulik yetakchilik qildi. Unda hozir sahnaga chiqmoqchi, sahnaga chiqishdan oldida shu PK Do'shanim İlyasqa futuqlar tilayman. Olimjon og'inam davomli g'ayrat qilayli. Bahardaki simsim yağmurlar ben aşkın bir hikayesi kısa sözler alem hicrandı gülleviga kondu gayesi bahardaki simsim yağmurlar ben aşkın bir hikayesi kısa sözler alem hicrandı gülleviga kondu gayesi Tepti ateş yazıp dibide ben aşkın bir hikayesi hikayemge okşap kalıdı bir aşkın istek gayesi Lepler yakkan karga okşaydı ben aşkın bir hikayesi Kar astığa kömülüp gitti Məşuğunun vissal sayısı La 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 Tepki ateş yazan gibi de ben aşkın bir hikayesi hikayemge okşap kalıdı bir aşkın istek gayesi Leplem yakan karga okşaydı ben aşkın bir hikayesi Kar astığa kömülüp gitti Yaşuğumun vissal sayısı
Miskin qazandek men aşıqım Bir hikayesi Hamma yerni qaplaydı əgin Judalıqның yürek yarısı Hamma yerni qaplaydı əgin Judalıqның yürek yarısı Aldı bilen başka ustazlarning tavsiyasini bir anlap bakaylı. Kamilcil ustaz. Acep bilen sorduğuna birinci lap ben değil. Demiş kardeşim bu nakşan Polatkan bilen biz bana 10 yıl oldu birlikte işleyatqını. Bu seher gruppusunun ki iki azası bizden birli de parat ikisi birli hizmettaş. Bu nakşan anlap şunu da bizim ballıkımızda eslettin hem başlık üslupta. Bunu oldu ben İlyas'tan koşulap kaldım mı? Demiş kardeşim İlyas başta Hocanın gruppusudu bu. Eğer bu hocanın gruppusu bo'lgan bo'lsa, bu başka bir yolda bana da bu ustaz tanlash meselesi mi? Bir uslup yaratışta bir başka bir yol oldu ki hem de. Senin hem de bu kendin Polatkan'dan gruppusuga kirip hazır muşun aksine hakiki sen gerçi senin uslubun diye emas o. Lakin hakiki Parat'ın avazı var, senin avazın sırrın var mesela Polatkan'daki. Şunun ekilip neydi yaxşı aytib beraldın sen muşunu. Alim degan bir pishqan naqshi bu o'zidan yaqin birodarimiz. Ikkilarni yaxshi aytdinglar. Men Polatkamga ham tavsiya qildig'im bugungi mush hozir holatda. Men İlyasni tavsiya qilaman. Siz muborak olsun. Xo'sh, Adil Sidiqsiz. Ben binsini bek yaxshi ko'rdim Polatkam. Agar tavsiya qilishga to'g'ri kelsa, men olimni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Hujmat qurbonsiz. Aldı bilen bek peyzi ettiğinler. Adil edem degендek ma bembinsi bek peyzi eken. Enin kendi ma bembinsini eğitim edip etkili olmaydıgan bembiken ma. Candiyor bakın. He. Candiyor boğandayken bazı nakşılar kelip eğitip izip gidiyor işli var. Men birinci basqıçtımı İlyas'ını Polatkan'a tavsiye qilgandim. Muş basqıçtımı İlyas'ını tavsiye qilmam. Rahmat ustoz, rahmat. Sonra bek yaxshi tanlama bembinsin bek peyzi oldu. Şunlaşkı mening tavsiyarim İlyas. Rahmat ustoz. Dilmurat ustozning tavsiyasidan anglab bakaylı. Bo'ldi. Ko'p rahmat. Ikkinimizningki ovozdan qaraganda ikkilisida favqulodda bir alaydilik bor ekan. O'ylayman, agarchanda cho'qim birsini tanlash to'g'ri bo'lsa, men İlyasni tanlay. Rahmat ustoz. Xo'sh, shunda bo'lsa, Alloh ko'rsin ustoz. Bir xil o yaxshi ko'rishib, o'zimizning inisidek, bir oilaning kishilaridek billa kulib, billa muloyiz qilib bu narsalarni Dilmurat kam kep bular bayadim dars o'tibadi, ayrim jiq kep qilishdiq degandek. Endi buningda qanday ekan desanglar, universal o'ylashadigan ishga. Kelakki maydonni, yo'lni, hamma narsani masalan jiddiy degan vaqtida g'achchida jiq qilib bo'lmaydi ekan, telefonda texmanda degandek. Shunga mushu kollektivniki uchun sizlar bilan deyish bo'ldi-ku, mayli qaysimiz qaytili, qaysimiz bo'ldi. Baribir mushu 10 bola bundan keyin jiq ishlarni birga qilsak, jiq kechiliklarni qilib, mayli nima ish qilib, u deyishadigan bo'lgandik. Shunga sizdan tanlashingiz. Rayonimizda sarkardilik rol o'ynayotgan Miras şirketi mahirlarga omad tilaydi. Ya desen turib ketsan o zerke pirxil. Ye. Qarasın zerikte de men Mirasning latiyalarını Ya mama doying veşi xo'g'o bu. Bu bek peyzi qara cho'ng kichik ishga qolib chiqdi tetib baqa shundan oqsa. Men Miras latiyani biz naqshi yetib zeriksam yeyapmiz hozir. Ma ochiqga ma ya. Pishgunlikka. Fezika bumi bu? Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajgungizni o'taldirdi. Ham sajgungizni larziga soladigan lazzati cheksiz Miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvat yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Al.
Undaqsa İlyascan, undaqsa sizning bir ko'ngil so'zlaringizni anglab boqqanmisak. O'tag'an barcha ustozlarimningki menga bergan ta'lim tarbiyalik ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Oldi bilan mushu ekran oldida turib, meni yaqindan qo'llayotgan bütün mehrini, bütün kuchini, balam qiziqishing oldinga qarab mang deb meni eng zo'r umidlar bilan qo'llayotgan onamga rahmatimni bildiraman. Salomat bo'lsin. Undan keyin meni yana shu qo'llab quvvatlab sen cho'qim yaxshi qila olaysan deb menga madad bergan mening Xotandagi va har qaysi viloyat shaharlardagi eng yaxshi suyimli do'stlarim, sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Men Polatkamninki Polat Tursun ustozimizning guruhiga kirib, rost gap qilsam, mushu sahnada turib naqshi o'qigandan bu cho'ng bir natija qozondim. Birinchidan Polatkam bizga birinchi qadamda o'tgan dars shanba ringzuho. Sen oldidan yaxshi odam bo'lishni o'rgan. Undan keyin ish boshla. Mushu tarbiyaning turkisida biz Olimjon bilan garchi bu naqshini bu baygi sahnasi turayotgan bo'lsak-mu, lekin biz bu naqshini hargiz men Olimjonni yengsam bo'ladi deman, alaqi birinchi bo'lsam bo'ladi emas. Biz mushu bir naqshini qandoq qilganda eng yaxshi asar qilib mushu o'ltag'anlarga suna olamiz degan shu ideyada menib keldik. Meningki bu yerdagi masalan Olimjon Polatkam bilan davomli mangdu yoki men qaytaman emas. Men yana davomli Polatkamning qishida. Biz davomli yana Olimjon bilan fursatni cho'qim o'zimiz izlab qo'g'lab turib, yana davomli hamkorlashimiz. Salomat. Bundan keyingi ishlaringiz texmo yaxshi bo'lib ketadi. Texm parlaq bo'lib ketadi. Qanday unda qolsa ustozlar bilan salomlashasiz. Marhamat. Bahardaki simsim yağmurlar men aşkını bir hikayesi kısa sözler alam hicrandı gülleriga koy. Qaysar Anvar Kevser Farruq. Ekran altı görmeler yaxşımıslar. Ben 7. karar Vujjon Yipak Yol Sadasi programımızdan Vujjon grupisi yana Polat Tursun ustazdan o'quvchisi Kevser. Ben bo'lsam Farruq bo'lman. Yaxshimsizlar ko'pchilik, men Qaysar Anvar bo'lman. Bu qitim musobaqaga tayyorlagan naqshimizning ismi, ya'ni Polat Tursun muallimning o'zining Sensiz degan naqshini raqibimiz hatta o'zimizning ag'inisi hisobdan Qaysar bilan birga o'rlashni qaror qildik. Shu Sensiz degan naqshini bir yangicha uslubda ko'rmalarga sunmoqchi. Odamda mehr bersan, odamda ishqing bor. Qaytib kelsan bir so'zim bor. Ardını tiyene cahil o'zgarmabsan shu pet. Ben şu pet, yürek yıkınlıkın darlıkınız neyse var. İzlemeyin ötken iştaha bol salı var. Güzellikten göz kayna, mananda yalnız kar var. Ürkürken yok tatlı kanni, hata alğana kademni. Unutalmayman ben bu temni, aldap özenli. Şimdi bu nakşığı kelsek, bu şeyle özümüzün artıqçılığını bu nakşığı birleştirip namayan qilmoqchi. Hem bu nakşığa bizden Polat Tursun ustaz nurg'ulg'an bizga tajribasiga asoslanib bizga nurg'ulg'an fikrlarni berdi. Sahnaga chiqishdan avval deydiganim, shu naqshini chiroyli bitirib tushishimiz uchun unda olsa g'ayrat qilaylik billah. Sabiringa bir soğan var, görünmüdü bir duman var. Alemdek mihir versen, alemdek işqim var. Qaytib kelsen bir sözüm var. Alemdek mihir versen, alemdek işqim var. Qaytib kelsen bir sözüm var.
Ardın ötüyen neçe yıl özgermepse yani şüphet Mənim şüphet Yürek yakınlıkın arlıqımız neri sebep İzdimeyim ötken işlağa bol salıvat Güzellikten küz kaynat Mana emra yalnız karıvat Bir külgen yokta dığamni Hata algan her kademni Unutalmayım ben bu temni Aldam özemni Bəzidi bək çıdımaz Çıdaydık bəzidi bək köpke Şedi deydi bək köplen Nem bol sögümüzge Hiç kim köyünmez bana Bu dünya azap bana Her xil xiyallar deme Derdimge sen de var Hiç kim köyünmez bana Bu dünya azap bana Her xil xiyallar deme Derdimge sen de var Bütün halk alem fukat işkimizni Köz tekdiğimi bilmedim ben Nem bol sögümüzge Asta ardıqlar yıraq Sen bana məngü yeksiz Bırak her gün uykusuz tündü deydiğen bulduğun vaxt Özgen tezraq güldek güzeldi Emdi mani günge aylandı tilikim Bilsem şuncu mükemmel eynekten Qaradaz buldu ki bir an Sensiz toxtunmaz səpirim Kelmisun məngüge xavran Ömrümgen hata işim Pirsini məngüge suyman deginim xeyir Sözlerimi saklığın dilda Saklığın mekrimli her yılda Kaldı derman yığlar şu yolda Sensiz bəxit tileymen sana Sözlerimni saklığın dilda Saklığın mekrimli her yılda Kaldım derman yığlar şu yolda Sensiz bəxit tileymen sana Səbiringe bir soğan ben Görünmüdü bir tumanda Alemdek mihir versen Alemdek işkin var Qaytıp gelsen bir sözüm var Alemdek mihir versen Alemdek işkin var Qaytıp gelsen bir sözüm var Qaytıp gelsen bir sözüm var Hoşunda olsa Ustazlarının tavsiyesini anlayımız Adile Sıdık Ustaz Ben de bir Gansam Musa var Şunun için ben Gansam Musa'nı tanımayı ver Şunun birinci olap ben sizin digettim Şunun için Kayseri'ni tanımayı ver Ustaz, Kayseri mübarek olsun Tavsiye kılım ben doğruca tanımayı ver Zahir Şah, abim Ustaz Sizden tavsiyeniz Bek yaxşı şöyle kıpsılar bana şimdi Men de rensiz ba. Men muşu James oku yani Gansam Musa'ga bir bilet taşısam keler bir rensiz bilen Qasalımıza. Rahmat Ustaz, rahmat bir boldu. Onda olsa Kamil Jalil Ustaz sizden tavsiyeniz. Sizden vallahi keyinigi tayyorlik qilib men Polatkamning hozirligiga tayyorlik qilishga yordam beraymi. Polatka sana rahmat. Nayta yaxshi. Üzənglərin bir ideyaları bilan üzənglərin bu naqşan üzəng. Sizlər aytqan naqşı o səhər görüb pısın naqşı bulma burun. Nayta yaxshi o'rindaldi. Hər işkilərin üzənglərin uslubu boyunca mənmə Gansam Musa natijan qilaman. Rahmat Ustaz. Rahmat. Hocam Qurban Ustaz. Gansam Musa degan gapmi? Ha. Men Hojmat Qurban deb GM degan. Gansam Musa. Hozir mavu Qaysar inim malı bilan paylan qilib mijoz xarakteri harakatlar ketibdi abay o'ttag'an les qildim shunda harakat shundami men piqrami debdim platkamdan keng gruppasida Qaysarninki platkamdan teg'im nodir naqshlarini ayrim aytish uchun mumkin bo'lib qolsa Qaysarni tavsiya qilaman.
Rahmat ustoz, rahmat. Endi bizning orzu yetakchimiz Dilmurat ustoz. Ko'p rahmat. Mağın tanlashga to'g'ri kelib qolsa, bu Gangsa Musa mish gruppasini tanlasam deyman. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, nafas yenim kesala. Polat Tursun ustoz. Bu ummaq ishkem uchun, bu ish ummaq ishkem uchun. Abay dishtiqi bir 10 bola şekilli boldanlarmış bir aylınınki. Meyli qaysimiz qanday olib kelsak, onu to'g'ri tushunadiganga deyish boldik. Bundan keyin har qanday ishni birlik qildiganga, masalan, undaq Dilmurat akamdek mening ustam mushundaq bir yaxshi ishlarni birlik qilsak deydigan umidda hammamiz. Shunga hammamiz bir-birimizni to'g'ri tushunish asosida texmi masalan kila qitimliq musobaqa uchun Cihneslerin uylaş gerek ya. Universal uylaydıgan işken bu. Şöyle tenfangmeyen, nakşinlerim ya bu anlam uylayamayız. Şuna sizden tanışınız. Tanışım. Cəsur yigitlərinin aldın tanışı bulub kelib atqan Kamal Sodiçəklik şirkəti Kamal kiyim keçəkləri mahirlarga omad tiləydi. Ay bugünkü to'yning kiyim-kiyishni o'ylashdingiz? Bunun kiyishingni za bilmadim Juma. Qarsomiylik Kamal markasiga kostyumlarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarashimliqga. Bo'lmasa ashnadan bir ish qura kelaylikmi? Mayli, shunday qilaylik bo'lmasa. Hamma qilmayapsiz. Men bir oshiqman. San'atning oshiqiman. O'ginishdan o'gitishgacha, o'rganguvchidan yetakchi bo'lishgacha qalbim oshiqlikdan, qadimim izchillikdan yenib boqmadi. Bu yükselish jarayonida orzuimning Kamal topadiganiga ishondim. Chunki men Kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamaliga yetkazadi. Mushu ikkili guruhni tanlamadim. Ha? To'g'ri tushunsizlar, hozir tursizlar. Rahmat. Xo'sh, unda qolsa, bu naqsha Polat Tursun ustozning xili yillar burun hesab bizning xili kichik vaqtlarimizda 2006 bizning xili kichik vaqtlarimizda mush naqshlarni anglab cho'ng oldik. Hozir yana 10 necha yildan keyin mushu Yipak yo'lining sakinsida yangi bir tusdiki mush naqshni yana qayta anglagandan keyin biz nihoyat hayajonlandik. Uning ustiga rap qismi bilan odatdagi melodiya qismi, siz melodiya aytib ekansiz. Anglab shunda hayajonlandik. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Oldi bilan mushu muzikani mushu naqshini qayta yangilab sahnaga chiqishga turtki bo'lgan Polat Tursun ustozga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Endi yurak so'zinglarni birdan anglagan bo'lsak degan umidda. Qani, Qaysar. Barcha ustozlarga rahmat. Biz sahnaga chiqib, bizning mushu Vojun oilasi bilan yuz ko'rishib, tanishib, bir oila aslında şu bir aylık oluruz. Ustazımız Polat Tursun. Ustazga rahmet. Bizim terbiyeliğine. Dilmurat ustazdan şu. Caba çektiğinler. Ata-anamga rahmet. Şu yolda beni izchil qo'llab kelayotgan. Rahmat. Rahmat sana. Rahmat. Bundan bo'lsa, xo'sh, Farruh Kevsar. Chiqinglarning bir yurak so'zni olmam. Şu o'tag'an ustozlarga rahmat. Men toza yaxshi gaplaymayman shuni olsam. Bu fikrimiz Gulji'den keldi o. Şundaq astoydil muomala qildi herhalde. Ustozlarga rahmat. Polat Tursun ustoz mujaffa chekdingiz. Çok ayağı bizmi yomon qaqishib ketdingiz. Rahmat sizga andin ota-onamga, oilaliklarimga rahmat aytib hem bu muzikani shunda payz qilib bergan shu Dilshod akamizga rahmat so'zlarimizni yetkazsak. Bo'ldi, rahmat. Kevser. Aldı bilan apamga rahmat. Anandan keyin bizning guruhdagi alag'in bolalarga izchil rap qilayotgan, mayli qanday muzika qilsaqmi birga qo'llab qilayotgan bolalarga rahmat. Anandan keyin ustozlarga rahmat. Muzikamizni qilib bergan Dilshod akamga rahmat. Polat ma'lumga rahmat. Bizning Vojun guruhidagi hamma bolalarga rahmat. Kila qatimdan boshlab yana texmi yaxshiroq o'rinlashinglarni umid Rahmat Allah. Yipak yo'l sadasi programmamizning ishiga har vaqt sizlarga o'choq qilib, unda qolsa ustozlar bilan ko'rishgan bo'lsak. Marhamat.
Diyen neçe yıl özgermepse yani şüphet Mənim şüphet Yürek yakınlıkın arlıkımız neri sebep İzlemeyim ötken işlağa bol salıvat Güzellikten köz kaynat Mana emra yalnız garbat Bir köken yokta tıqamni Hata algan her kademni Unutalmayman ben bu temni Aldam özemni Bazı bir çıdımaz Növbetdeki mayer Muhtar bilen Munire. Köpçülük yaxşı misləmən 7-ci qarar Yipək Yolu proqramımızdakı Polat Tursun qrupsunun oxucusu Munira Məhəmməd bulman. Mən Polat Tursun ustazının şagirdi Muxtar Qurban. İkinci qarardakı səhnə mürayin bolsa, bizim qrupdakı Muxtar bizə şu Ablacan Aud akımızdakı Merhaba Dünya degan naqsini bilib bədi. Müsaqı peçet bir etişinlarını ümid qılmız. Cayo. Əms biz hazır səhnəyə çıxmaqçı. Muxtar, sizə yaxşı nəticələr yar bolsun. Xeyrət qılın. Dünya sevgiler yolunda merhaba sevgi ümitler sende sevgi özleyen temiz yüreklerge şirin hatıra sende sezgiler sende hatıra sende, sezgiler sende. Merhaba dünya, sevgiler yolunda. Merhaba sevgi, gülgen dünya. Merhaba dünya. Dünya canımsız küyler ahırkı dildin küliginimde merhaba dünya canımsız küyler ahırkı dildin küliginimde yüreklerde şirin hatıra sende sezgiler sende sevgi isteyen çin yüreklerge şirin hatıra sende sezgiler sende merhaba dünya merhaba sevgi, gülgen
Köpten köp rahmat. Nəhayət yaxşı cari qılıb berdinglar. Unda qalsa yəni davamlıq ustazlarning tavsiyasini anglaymiz. Zahir Şah ustazdan başlaylı. Men bolaligimda istedim. Shu vaqtlarda men aytgan bu naqshlarni gullangan yoshlik deydigan naqshlar deymiz. Muqaddas deymiz. Shunday bir qator naqshlar. Ammo lekin baktirishtinglar, o'zinglar bilasizlar. İfadeler bek yaxshi bo'ldi. Munirani ham ketkizib qo'ygan yerlari bor, o'zi biladi. Muxtarni ham ketkizib qo'ygan yerlari bor, o'zi bildi. Lekin bek payzi, umumiy jihatdan bek payzi. Men mushu naq maydondagi ifodega asosan Muniraga bir bilet tashlasam. Rahmat ustoz. Xo'sh. Adila ustoz. Naqshlarni shuni yaxshi tanlabsiz bo'ladga. Bo'lib, men naqshi mayliqi tez naqshlar az bo'lib qolgan deb naqshi shunday bizniki boshqa yerimizga bordi. Munirani men bilaman. Munira muzika atrida tenshon yo'digan naqsh aytadi. Men u naqshig'imi shuni ovozi shunda kepdi. Lekin toza o'zini qo'yib bermagan yeri bor. Balki mashq az bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Qaylan quvvat qandarak aytamida yaxshidan jiddiylashganda deb jiddiylashgan o'yinni hammalar jiddiylashyapsizlar. Demakchi o'g'lim mayli men bu qizning burunqi naqshlarini anglagancha haqiqatan yaxshi aytdi ekan. Şu an bu enimiz bo'g'imi ovozi shunda suzukka va angdiqma naqshini yana bir chiroyli texmi badiligiga tus qo'shdi. Lekin men tavsiya qilish to'g'ri kelsa Munira singlimni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Hojimat Qurban ustoz. Mening his qilishimcha sho'x naqshining hissiyotini bunda cho'ng sanda ifodalash lirik naqshining hissiyotini ifodalamakdan tez. Qas. Ba'zi gaplarimiz ishtiq bitib ketib qolgan, osti qilaylik desakda, bu naqshning hissiyotiga kirmak oson emas. Uning ustiga ma naqsh hammamizning qulqiga bek singib ketgan. Hisobda biz aytayapmiz, lekin g'ishni biladigan naqshlar bu. Har qanday bir naqshchi, har qanday bir naqsh oluvchi biladigan naqshlar. Bugungi men shu ifodaga asosan o'g'avali o'g'andan keyin Muniraga bir bilet beray. Rahmat ustoz. Xo'sh, Komil Jalil ustoz. Shukronlik rahmat. Po'latga sangam rahmat. Gayet yaxshi ajr singdiribsa. Ustozini unutib qolmay, ustozining asarini chiqibsa, uni biz tushunishimiz. Buni shu asarnimda o'zgartirishga Dilshatning xili asasi bordek. Dilshat bilan biz paranglashib turg'achqa, uning aytayotgan ahangda o'zining yoshi ideyasini qo'shgan bir avval bor. Men his qilganimda Paylarda chuqumini yaxshi ayta oldinglar. Bu ilqi dunyoviy saviyadagi bir narsaga ikkinmakchi hissiyoti bor. Ya'ni 10 kun paylan bo'lgan bo'lsa, bundan ham yaxshi ayta olishinglar mumkin-da. Shundami? Paylan vaqti qisqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bak cho'ng savallik yo'q. Ustozlar Muniraga tashildi biletni. Muxtar sening ko'ngling yerim bo'lib qolmasin. Men Po'latkamga seni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Xo'sh, unda qolsa bizning orzu yetakchimiz Dilmurat ustozning so'zini anglaymiz. Ko'p rahmat. Bana bugün hozirgi vaqtda tanlashga to'g'ri kelsa, men Muxtarjanni biroz to'g'ri ko'rdim. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, shunda qolsa, chiqinglar, nima kelgan bo'lsanglar. Bo'la tursin ustoz, hozir bilet soni Muniraning 3 bilet, Muxtarjanning 2 bilet. Muxtarni qopaqlab tiqimda turktikim. Xo'shal bo'lar, xo'shal. Bu degan abay deyishdi-ku, bu eng boshini shildan hozir degan shichang topdi bachangma, shiluvchangdan boshini de. Hozir siz 10 ming kirib oldi degan gapni yo'q. Cho'ngi shu 3 ming odamning ichidan shunga degan bu abayoq deyish bo'ldik. Bu gapni qaytalar versak, endi shu bu bir billa buningdagi nurg'un ishni billa qilamiz. Shunga bu da tanlashim Sübətlik un mayları bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyatchalik shirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshash kirama Başbarmaqning yanaqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir echib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir ochay bunasini. Mushuki. Mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yanaqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. İşkilimiz öyle yapıp öyle hoş kılıp etmeyelim ha. Anlayamsın. Güzel arzu erkekке aylanganda hemme kişi baş parmakını çıkarırdı. Erkekki kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotlari etish mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Çıkarmaz yarni çoğun
Münire. Mübarek olsun Münire, mübarek olsun. Çıp aramasınız buldu. Muhtarcan, Polat Dursun Ustaz'ın grupsida siz kirdiniz bu kıtımlık emsekinin çıkıp ketkenlik sebebinden siz bu gruptan çıkıp ketkenlik olmaydı. Siz yani okşaşla Polat Dursun Ustaz'dan Hocun grupsunun okuğutusu. Onda olsa davamlıq sizden bir yürek sözlerinizni anlap bakamazsak. En avval program grupsuga rahmet. Polat Dursun Ustaz bilan tanışıp aldım. Yaxshi alag'ini muzikantlar bilan tanışıp aldım. Maşının özü yeterlik. Yana birisi meni mushagacha qo'llab bergan opam dadamga, uyimdagi singlimga rahmat aytib qolsam, yana birisi meni mushak kelgandikin har qaysi jihatdan turmush bo'lsin va yoki qaysi jihatdan bo'lsin qo'llab bergan alag'ilarimga rahmat. Rahmat, köp rahmat. Sizga omadlar yer bo'lsin. Ustozlar bilan ko'rishasiz. Merhaba dünya, sevgiler yolunda. Merhaba sevgi, ümitler sende. Sevgi izleyen temiz yüreklerge şirin hatırasın. Nöbetki mayırla güzel bilen Çıngıcın merhamet. Köpçülük yaxşımsızlar, ben Hocun İpek Yolu Sadası, Polat Dursun Ustaz, Hocun grupsunun Güzel Abdüveli bolumen. Polat Dursun Muallim Ustaz'dan şagirti Çıngıcın bolumen. Benim baktığımdaki PK 对象人 bolsa Çıngıcın. 选定 PK 的歌曲之后呢，Flash 老师给予我们很多的一些帮助。古老的蓝在街上，和2000年的雨伞，望着脚印，已不牵连。崎岖的驼队绵延，风吹着丝绸满卷，远行的人。 Hazır hem de sahneye çıkmak için Çıngıcın içi jayo. Güzel nur siz mayrak kılan.在街上，和2000年的雨伞，望着脚印，已不牵连。黄沙柔软的怀抱，穿着风的衣衫，摇头呼唤，光阴回旋。 我在这里抚摸每颗沙，每一粒沙浸满了情话。梦中有你，拥抱着我，人们醒过的身体，日夜唱着玫瑰歌曲。 崎岖的驼队绵延，风吹着丝绸满卷，远行的人已不牵连。那2000年的月光，那2000年的太阳，陪伴着我，看尽聚散。 当孩子们骑上了白马，斟满陶杯，
心跳和美酒。梦中有你，告诉过我这是永恒的陶醉。沙丘唱起大海的歌谣，右手拨弦弹琴唱思念，左手花莲风沙中鲜艳，果实上面为了你雕刻着归来的路线，一个诺言守候千年。就让我在这夜晚灯火中点亮自己，远方的人走向这里。就让我把迷途的驼队带领去天上，化作星空，多年更远。金色屋顶，金色的脸庞，并不起舞，永远的清凉。月光奔放，用2000年抱紧爱人的肩膀，阳光坚强。千年少年，金色屋顶，金色的风霜，风中响起如火的歌喉，阳光如剑，用2000年穿透灵魂与悲欢。阳光坚强，千年少年。我在灯中点亮我，你在归来的夜晚，回眸一笑，回眸一笑，千年瞬间，千年瞬间。 Şunda çıraylık nakş ekan. Onun üstüne bana nakşığı paylaştırıp, kiyim-kechekni nəhayət yaxşı tanlapdı, Atlas. 对，唐装、唐装华服加那个华服加 Atlas 的元素，太好看了，谢谢，特别般配，谢谢。Güzel sizге rahmet. Rahmet. Onda qolsa, yani davamlıq ustazlarımızdan tavsiyesini alaylı. Hocamet Qurban ustaz. Menden geldim ha. Aldı bilen mübarek olsun. Bek çıraylık ettinler. Rahmet ustaz. Rahmet. Şikilanınki seviyesi abi Pulatkam dedi. Ras hakikaten seviye talep kıldığın nakşı. Akortlarını naydı cayda aldınlar. Şahsen biz huzurlandık. Şahsen ben huzurlandım. Hem de musabıqını keyinki baskış için hem mümkün olsa şikilanlık taze hoş olum. Bu mayqab qalsa ben güzelini tavsiye qilmam. Rahmet ustaz. Kamilji ustaz. Şükran rahmet. Polatkammo bir nimani o'ylamay qilmaydi. Farqi yo'q. Menimcha men Polatkammo ikkili mayrini ep qilishni tavsiya qilaman. Güzellan biz uzun mezgil billa naqsh aytgan, pishqan naqshchi. Bu qatim men tavsiyani Kungojinga beraman. Rahmat ustaz. Zahirshah Abdulmuh ustaz. Ras bek peyz men bek huzurlandım. Qitib qaldım qarab o'tirib. Bu usullar bilan bek pey. Bek güzel. Men ikkilisini tavsiya qilaman. Ammo lekin cho'qim birisini tanlash to'g'ri kelib qolsa, naq maydondagi ifodaga qarata güzelni. Rahmat. Rahmat ustaz. Adila Sıdık ustaz. Kamil qizlarni bekray qo'llig'im kemplam turdi ke bulog'i bek tas emasmi? Şu an güzelni tanlayman. Hoş, unda qolsa bizning arzu yetakchimiz Dilmurat ustozning so'zlaridan anglab boqaylik.
ikkidan birini tanlaysiz. Shunchaki tasib bir ish bo'libdi. Ikkilanlarniki haqiqatan bir alohida bir ifodalash bo'ldi meningcha. Tanlashga to'g'ri kelib qolsa, men go'zal singlimni tanlasam deyman. Fakat tanlığımız yok, digimiz yok, çokum demsek bo'lmaydigan basqıçlar kelib qoldik. Qanday desanglar, Zazağı meni qishim uzun bo'ldi, yaxshi fikam qo'l meniki. Ali Sholon bilan biz mush sabab bilan og'inib qoldik. O'zim bek undan yaxshi bir inimkan bu, yaxshi chiqishib qoldik. Mayli bu yer bo'lsin, mayli bu sekni tushib ketsin. Ya biz bular herkes, mesela Zazam ko'ngli ko'ks kang bo'lim. Mayli aka, mush sinfni ishimish bolalarning ishi yaxshi bo'lsa, chataq yo'q deyiklik. Ali Sholon mamda Oğan bal oğan ki kızalgı rang kıldı, değil mi? Zaza, noste zazan kıldı işlahatı da bu. Yaxşı çıktı, anı yaxşı çıktı manaqsa. Şuna kaysınlar çıkıp kalsın, lekin benden kapamaydık onunla aynak. Şunun bilen ahırkı tanışım. Güzellikni söygüç xanım qızlarının eng aldın tanlaşı bulup kelivatqan Ramlidar markasidagi ishonchli kirim buyumlari orqali hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lgan Şinjan Ramlidar xalqaro savdo cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Hey adaş Mahliyaning tug'ilgan kuniga nima olding? Men faqat bir narsa elishim bilmay qoldim. Ha, asli men bir dast gullam opray degandim degina. Andan degan qarasam, Ramlidarninki yangi chiqqan mahsulotlar ekan. Shunda payz chiqibdi. Qara, yangi chiqqan mahsulotlar qara. Buning ichidan kirpiklaki, ko'z qalmi, chos supun, ishqibek, badan supunlari cho'p, bekmizlik, bekpayz chiqibdi. Mushundan opray deb o'ylashdim. Bo'libdi. Unda bo'lsa, yangi chiqqan mahsulot bo'lsa, men elib ishlatib baqsam bo'ladi. Ha, sangim tuyjan qilmajmi, bekpayz chiqibdi bu mahsulotlar. Men ishlatib, andan keyin shunga opray deb o'ylashdim. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Güzellikte yükseliş üçün nurg'un sınaqlarni baştan kechirishga to'g'ri keladi. Men güzellik yo'lida keskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlidar. Şıkkınla. İpek yolu sadası, sürgünü yok çiğdası, kuş havazla seydası, İpek yolu sadası. İlk basışlarla sağlamız. Hadi, merhamet. Sürgünü yok çiğdası, kuş havazla. Növbetdeki mahir Mirzat bilen Erşad merhamet. Yaxşımısınızlar dostlar. Ben Ucun İpek Yolu Sadası Polat Tursun Ustaz Ucun grupsidagi Mirzat bo'laman. Ucun grupsidan Ershad Jurat bo'laman. Bu qatimgi sahna hamroyim Ershad Jurat. Bizga Lubnur xalq naqshisi Qizil Gulim. Bu jarayonda Polat Tursun Ustaz bizga naqsh jihatdan obdan yetakchilik bo'ladi. Qizil Gulim qarcho'g'aning bolasi qandoq qilay ey ko'zimning qarasi. Yasak uçup varsan yanımda sakıyaydı yüreğimden yarası. Ya mana akşam nispeten kıyınlandı bir yolda. Şikelerin şu mesela kılıcık nakşılar belki mi? Bunda kılık daha şey oluyor. Üzerine tiyolcan, çöşüşü, hem bu çoğu tiyolcan. Hazır teknik çıkmakçı Erşad Fukam yapsa sekneri görüşüyle. Hem seknet görüştük. Qizil Gulim qarcho'g'aning bolasi qandoq qilay
ey gözümün karası. Kanat takıp uçuvarsam yanıma, salqiyar idi yüreğimnin yarası. Gülüm karçuğanın balası qandaq ilay, ey gözümün karası. Qanat taqab çıvarsam yanıma, saqqiyar idi yüreğimnin yarası. Qızıl gülüm hesaplasam köy gelir uzun boptu, şirinliğim söygeli. Bilsem bana asla mümkün emasdi, sen canım diye bu gönülni bölgeli. Tulayken bu koylanın karası bek muyira, ikimizin arası. Arayırak hep unutup gitme koyun, bilsen yarim sen gözümün parası. Arayırak hep unutup gitme koyun, bilsen yarim sen gözümün parası. Unnimaysız kızıl gölni söygeli, hesaplasam altay buptu yürgeli. Uzunlu hıyal kılsam bolmaydı iken, sizin ümit üzgeli. Asıldı uzun hıyal kılsam bolmaydı iken, sizden ümit üzgeli. Kep kuatay! Ben yürüymen uzun uzun kölni boylam, kölni nazım balıklar suda oynam. Gün geçiden gözümge uyku gelmez, kızıl gülüm mikroban sizni oylam. Gün geçide gözümge uyku gelmez, kızıl gülüm mikroban sizni oylam. Yar ağırıp men hemdi qandaq itey, hava salqin alıp şiqirse gitey. Qo'yimning amalligini tiyla, Anlasıydın afbaqlarni agitey. Qo'yimning amalligini tiyla, Gülbaşıydın afbaqlarni agitey. Köp rahmet. Onda qolsa ustozlarning fikrini, shundaqla tavsiyasini anglab boqaylik. Adil Ustoz.
Voy men bek hoş bo'lib ketdim biraz gap qilsam. İkisi shunda erkin. Men go hamda men Ershadni erkin deb hisoblaydim. Mirzatni men usullan o'ynay olmaydi deb o'ylamagan to'qatsam. To'pa dedim. Chuqimcha o'zinglar intitib. Anlaymi bu sizning gapingiz anglapti. Ustozning gapini anglapti. Men ba'zida shunda degan ba o'quvchilarimga qo'rqib diyemgan qo'limda. Nimga yaxshi mana o'zinglarni bir hal qilib o'tibsizlar. Qanday qilmay men ikki tanlag'ilmaydi. Shundadimi tavsiya qildiganim. Asta tavsiya qildiganim Ershad. Rahmat. Xo'sh, Zoirshah oblimiz ustoz. Men ikkilisini tanlayman. Men ham ikkilisini tanlagan faqat birini tanlaysiz. Bu faqat bir-birisidan kelishmaydi hozircha, lekin azroq pavdiyo bo'lganlari bor. O Hammamizda bo'ldi. bo'ldi. Hamma guruhda bo'ldi. Masala emas, lekin bak payzi bo'ldi endi bu. Men birda bir qilib qo'yay, Mirzatga birini tashlab qo'yay. Rahmat ustoz, rahmat. Tamam ustoz. Maqatim bu bosqich musobaqa emas-ku bu. Bu musobaqa emas, musobaqa mening keynida. Shuni Po'latkam shuni o'ylag'iliq amaliyotda. Bu Lopnar xalq naqshlarini Dilmurod kam o'tiribdi. Bu ma naqshida meningcha birinchidan Po'latkam bor, ondan Dilmurod kam bilan Mavlon kamning qo'li bor ma naqshida. Mening his qilishimda Mavlon Niyoz akamizning qo'li borda, kayfiyat bor. Apir mashqisini tutib Mavlon Niyoz desam, bizlarni bir idora bo'lganki tushunishimiz go bir-birimiz. Dilmurod kam bilan Mavlon kam ikki davomli birga yuriydi, Po'latkam bilan biz keynida ko'lab bizdan o'taglik Lopnar xalq naqshlari masalan Qo'lji xalq naqshlari, Qashqar xalq naqshlaridan keyin bayqilib masalan Charchan Lopnar naqshlari bu g'ayrilik bilan Şinjan'ga taqilib mesela hammalarning yoqtirishga erishgan bir naqsha. Shuning qatorida mana shu Qizil Gulim degan bu naqshimi hammamiz yaxshi ko'rib qo'ygan. Aytilmoq osondek to'g'amlar, lekin unda oson emas. Ko'ygan odam aytib bo'lolmaydigan naqshlar bor. Voy marhamat. Tadiyo sho'di. Uni biz his qila olamiz. Shunga farq yo'q shikilangilda. Bu ma'lum musobaqa bo'lmagandan keyin buni tavsiya qilish bu ixtiyoriy bo'ldi. Ikkilisini tavsiya qilsak bo'ldi, lekin Po'latkamda amal yo'q. Meningcha Irshad Mirzatdan yaxshiroq farq qilgan buni yoki qanday u boshqadan, lekin men bugungi mushu avvalda Mirzatning mijozi qarab turib men Mirzatni tavsiya qilaman. Rahmat hozir bilasan fikr bo'ldi. Unda qolsa O'jamat Qurbon ustoz. Ershad bilan Mirza sahnaga chiqsa, bular hamda gitarni ko'tarib olibdi. Men tushunmaydigan naqshini bizni aytdi desam, Lopnar xalq naqshini ajoyib chiroyli aytib berdinglar. Arliqda usul o'ynadinglar. Usul o'ynab naqsh aytmoq degan bek ta'sir. Shundaqa ikkilanlar bugungi farqi bugungi ifoda ajoyib yaxshi. Hamda hozirgi bugungi ifodangizdan ham o'zimning his qilishi bo'yicha men Ershadni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz, rahmat. Mana bilasani tanishib qoldik. Endi bizning orzu yetakchimiz Dilmurod ustozning so'zini anglaymiz. Rahmat. Tanlashga to'g'ri kelib qolsa, endi naqshiga nisbatan adam tanlash biroz tez to'xtaydi. Ovozga nisbatan ovoz tanlashga to'g'ri kelib qolsa, Mirzat yenimizni tanlasam deb o'ylayman. Rahmat ustoz, rahmat. Endi eng oxir tanlashingizni chiqarsangiz bo'lmaydi. Endi bunda abay deyishgandek ma'noqsicho xil men degan odam chiqib aytolmaydigan naqsh emas. Ham bu bolalarga bir cho'ng bir kovjam bo'ldi. Men yutib bo'lmadim bu naqshni bilan Dilmurod kamning tavsiyasi bilan Mavlon Niyoz kamning ishxonasiga berib ashada turib birdan kovliqib yurib mushalatgan atiq gapni qilmay Ershad bizning qishimiz turadi uzun bo'ldi o'zimizning fikri o'zimizning o'g'il desak bo'ldi fikrimiz desak bo'ldi bu mert cho'ng bo'ldi. Shunga to'g'ri shunda. Chunki bu Mirzat bilan bizdagi amdi mushqatda hamkorlashdik. Ershad davomli bizning qishimiz bor. Shun sen to'g'ri tushunsan-ku bu gapni? Menda chataq yo'q. Oxirgi tanlash. Mirza. Mübarek olsun. Ershad, biz mu tanışıqlı uzaq bo'ldi. Hamda Platursun ustozmo o'zining ko'ngildagini so'zin dedi. Hamda adam seni chiqadi. Sening so'zini anglashdan burun boshda Muxtar ustozning bir so'zini algan bo'lsak, bu Ershad Yipek Guluningga qanchinchi qatim qatnashing ma bu? Bu yigitni martam 3 marta debki. Yana bir yeşil kartı bireyli buni. Mübarek olsun.
keler ketim sen yana katnaş. Udullu gittirgen. Sen şu çempiyon boğuş katlasan bunu da. Muhtarga küçük bunun işi. Küçük bu. Onun üstüne yakında toy kıldı ya bu. Şu. Şu ayağın sana yaraştı ekke. Olmak mı kutunun? Bu şu jigitke yana bir fırsat bireyle. Salam. Anda qaraysizlar ustozlar. Unda bo'lganda ki sen gapni to'liq qilmay qo'shish ayta bo'la. Mana. Ey gözümün karası Kanat takıp çıvarsam yanıma Sakıyan 5-ci dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Ramlidar Xalqara Sodiçəklik şirkəti 3000 yuan qiymətidəki dutlar bilan mükafatlaydı. 4-cü dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkəti 5000 yuan qiymətidəki gittar bilan mükafatlaydı. 3-cü dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Kamal Sodiçəklik şirkəti 10 000 yuan qiymətidəki mikrofon bilan mükafatlaydı. 2-ci dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Miras şirkəti 15 000 yuan qiymətidəki elektronluq royal bilan mükafatlaydı. 1-ci dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Hojun Sodiçəklik şirkəti 20 000 yuan qiymətidəki elektronluq royal bilan mükafatlaydı. Aziz görürmenler, 7-ci qarar Hojun Yipek Yolu Sadası programımızın 2-ci basqışı, yani beygi basqıçımızın bugünkü qismi müşahede ayaqlaşdı. Hem de Polat Tursun Ustaz'ın Hojun grupusының baharlıq oquşları talınıp çalınıp oldu. Avazla seynası, İpek Yolu Sadası, İpek Yolu Sadası, süygünün yok şigrası, hoş avazla seynası, İpek Yolu. Kile kısandı görüşkice, aman bulunla, hayır hoş. İpek Yolu Sadası, süygünün yok şigrası. Avazla seynası, İpek Yolu Sadası, İpek Yolu Sadası, süygünün yok şigrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu Sadası. Kadın ipek yolida caranlaydı kongura Kitek yanri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok esi Nur kaytıdı yürekke Küç bir Tümelligen çiçekke Kuş verdi nakşimiz Tümelligen çiçekke İpek Yolu Sadası, süygünün yok şigrası Hoş avazla seynası, İpek Yolu Sadası